davarsin, gurni sog'lasin, onani seversin. Qo'ldoshivaga kim? Men opa. Tabriklayman, o'g'illi bo'ldingiz. Tabriklayman, o'g'illi bo'ldingiz deyman. Rahmat deyapman opa, rahmat. Yo, siz tushunmadingiz uka, tabriklayman, o'g'illi bo'ldingiz. Momo qarang. Qarang, sinchi. Opa, mashina olib qo'yasiz endi. Uka, hijolat qilmang. Ya o'g'illi bo'ldik, opa, o'g'illi bo'ldik, opa. Sizga rahmat. Dadasi, qarang bolamiz shirinligini. Ha, zo'r ko'rinyapti. Sen 4-etajdasan, men pastdaman-da, qarab bunday qilib ko'rib olyapman. Kimga o'xshaydi? Qo'shnimizga o'xshaydi. Nima? Sizga o'xshaydi, siz bolangiz bo'lgandan keyin. Ha, mengami? Rahmat. Qo'ldoshivaga kim? Men opa? Ha, siz-a? Men. Tabriklayman, o'quvchi chiqardi, o'g'illi bo'ldingiz. Ha, yaxshi-da. Tushunmadingiz, o'g'illi bo'ldingiz. Kalla qursin, opa, kalla qursin. Hozir 1 minut. Opa, uzrman, suyunchisi. Voy, qo'yarmadingiz, rahmat katta. Rahmat, o'g'illi bo'ldim, opa. Tabriklayman, rahmat. Rahmat, opa. Qo'ldoshivaga kim edi? Ha, bilmayman, opa. Men oshnamni kutyapman. Kelmayapti-da. 10 ming so'm pulim qoldi. Qana ketib olaman uyga.